Diqqat, tezkor xabar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida birdaniga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. 3-iyun kuni haftaning seshanba kuni, ya'ni bugun qanday ob-havo kuzatilishi mumkin? Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' va tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Manba: O'zgidromet rasmiy sahifasi.